Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom davrlarida bir tuya boqar cho'pon bo'lgan ekan. Rasulullohni ko'rishni istardi, sog'inardi. Uzoq yo'l bosib Madinaga keldi. Ammo ust boshida birozgina tuyaning hidi bor deya birinchi bozorga boraman. Payg'ambarimiz alayhissalomning yonlariga borib, u kishiga hidim bilan ozor bermay deb, bozorda atir sotadigan bir sotuvchining yoniga bordi. Atir olayotganida sotuvchi unga dedi: "Nima uchun kelding?" Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni ko'rish uchun keldim dedi. "Xo'p, unda nega atir olyapsan?" deb so'radi. "Men tuya cho'poniman. Usti boshimdan tuyaning hidlari keladi. Payg'ambarimizga bu hid bilan ozor bermay deb atir olishga keldim." Sotuvchi aytdiki: "Rostdan ham u kishini ko'rishni xohlaysanmi?" Ko'zlari yoshlanib, "Ha" dedi. "Unday bo'lsa qara, shundoqqina orqangda turibdilar." U odam bozorda Allohning rasuli bilan orqama-orqa turgan edi. Orqaga burilganida unga tabassum qilgan koinotning eng go'zal yuzli, gul yuzlilar qarshilashdi. Ammo tuya cho'poni shunaqangi hayajonlandiki, lablari qaltirab so'zlasha olmadi. Payg'ambarimiz alayhissalom uning bu hayajonini ko'rgandan keyin qo'llari